Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Reabilitatsion pedagogika fanimizning bugun maxsus pedagogning me'yorida hayot kechirish uchun zarur bo'lgan korreksion rivojlantiruvchi ishlardagi roli mavzusi bilan tanishib o'tamiz. Tuzuvchi Abdujabborova Maftuna. Birinchi reja: maxsus pedagoglar va ularning vazifalari. Ikkinchi rejamiz: korreksion rivojlantiruvchi ishlar, tushuncha va ahamiyati. Maxsus pedagogning korreksion ishlardagi roli. To'rtinchi rejamiz: korreksion ishlarni amalga oshirishda metodlar. Keyingi rejamiz esa maxsus pedagoglar va oilalar o'rtasidagi hamkorlik. Oxirgi so'nggi rejamiz xulosa, ya'ni maxsus pedagoglarning hayot kechirishdagi ahamiyati. Endi esa biz shu 6 rejani ochiqlab o'tamiz. Korreksion rivojlanuvchi ishlardagi ahamiyati. Ya'ni maxsus pedagoglarning asosiy vazifalari. Maxsus pedagoglar o'zlarining mutaxassisliklari orqali nogiron yoki o'ziga xos ehtiyojlari bo'lgan bolalarga yordam berishadi. Ular ta'lim jarayonida individual yondashuvni amalga oshirib, bolalarning rivojlanishiga ko'maklashadilar. Ularning vazifalari orasida ta'lim, psixologik yordam va ijtimoiy moslashuvni ta'minlash muhim rol o'ynaydi. Korreksion rivojlantiruvchi ishlardagi roli esa: maxsus pedagoglar bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda korreksion rivojlantiruvchi ishlarni olib boradilar. Ular ta'lim jarayonida muammolarni aniqlab, ularni bartaraf etish uchun strategiyalar ishlab chiqadilar. Bu jarayon bolalarning ijtimoiy va hissiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Endi esa maxsus pedagoglarning bolalarga ta'siri. Maxsus pedagoglar bolalarning o'z-o'zini anglashini oshirishda muhim rol o'ynaydilar. Ular o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularga mos ravishda yondashuvlar ishlab chiqadilar. Ushbu pedagoglar bolalar bilan ishlashda individual yondashuvni qo'llaydilar. Bu esa ular har bir bolaning ehtiyojlariga javob berishga yordam beradi. Shuningdek, ular ota-onalar bilan hamkorlik o'rnatib, bolalarning rivojlanishiga qo'shimcha yordam ko'rsatadi. Maxsus pedagoglar ta'lim jarayonida ijtimoiy integratsiyani ta'minlashga ham katta yordam beradilar. Ular bolalarning jamiyatga moslashuvini osonlashtirish uchun turli xil faoliyatlarni tashkil etadilar. Korreksion rivojlantiruvchi ishlar. Korreksion rivojlantiruvchi ishlar maxsus pedagoglar tomonidan amalga oshiriladigan, o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan faoliyatlar to'plamidir. Bu ishlar o'qituvchilar va psixologlar tomonidan o'quvchilarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ularning ijtimoiy, emotsional va akademik ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi. Korreksion rivojlantiruvchi ishlarning ahamiyati esa: bu ishlar o'quvchilarga individual yondashuvni ta'minlaydi va ularning o'ziga xos qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Har bir o'quvchining ehtiyojlari va qiyinchiliklari turlicha bo'lgani uchun maxsus pedagoglar ushbu jarayonni shaxsiylashtirishga harakat qilishadi. Maxsus pedagoglarning roli. Maxsus pedagoglar o'quvchilarning ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos ravishda korreksion rivojlantiruvchi ishlarni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarning qobiliyatlarini baholash va ularga yordam berish uchun zarur bo'lgan strategiyalarni ishlab chiqadilar. Shuningdek, maxsus pedagoglar o'quvchilarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda ham yordam beradilar. Ular o'quvchilarni jamoada ishlashga, o'z fikrlarini ifoda etishga va boshqalar bilan muloqot qilishga o'rgatadilar. Bundan tashqari, bu ishlar orqali o'quvchilarning o'z-o'zini anglashlari va o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchlarini oshiradi. Maxsus pedagoglar o'quvchilarga o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishga yordam berishadi. Maxsus pedagoglar va korreksion ishlar. Maxsus pedagoglar o'quvchilarning individual ehtiyojlarini
hisobga olib, korreksion rivojlantirish ishlarida muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarning o'ziga xos qobiliyatlarini rivojlantirish va muammolarini hal qilishda yordam berish uchun maxsus metodlar va strategiyalarni qo'llaydilar. Shuningdek, ular o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham katta e'tibor beradilar. Korreksion ishlar va ularning ta'siri. Maxsus pedagoglar o'quvchilarga individual yondashuv bilan yordam berish orqali ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradilar. Bu o'z navbatida o'qish jarayonida muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Maxsus pedagoglarning ta'sirlaridan yana sanab o'tsak. Maxsus pedagoglar o'quvchilarning qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish uchun muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarning o'z imkoniyatlaridan to'liq amalga oshirishlariga yordam berishadi. Maxsus pedagoglar shuningdek, o'quvchilarning o'zaro munosabatlarini yaxshilash uchun muhim strategiyalar ishlab chiqadilar va bu esa ularning muhim rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Korreksion ishlar asoslari. Maxsus pedagoglar korreksion rivojlantiruvchi ishlarda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarning individual ehtiyojlarini hisobga olib, mos metod, strategiyalarni tanlaydilar. Bunday ishlar o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirish va ijtimoiy moslashuvini ta'minlash uchun zarurdir. Pedagoglar, shuningdek, o'quv jarayonini yanada samarali qilish uchun o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlari kerak. Korreksion ishlar jarayonida turli metodlar qo'llaniladi. Masalan, individual yondashuv, guruhli mashg'ulotlar va o'yin orqali ta'lim metodlari keng tarqalgan. Har bir metod o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlariga mos ravishda tanlanadi. Bu esa ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maxsus pedagoglarning vazifasi. Maxsus pedagoglar o'zlarining bilim va tajribalaridan foydalanib, o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos ravishda ta'lim berishadi. Ular bilan oila hamkorlikda ishlash orqali o'quvchilarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda oilaning qo'llab-quvvatlashi va pedagogning yondashuvi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Oila va pedagog o'rtasidagi aloqa. Oila va mutaxassis, ya'ni maxsus pedagoglar o'rtasidagi aloqalar o'quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Oila pedagoglarga o'quvchining uy sharoitini va ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bu esa ta'lim jarayonida yanada samarali yondashuvni ta'minlaydi. Hamkorlikning foydalari. Maxsus pedagoglar va oila o'rtasidagi hamkorlik o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Oila va pedagoglar birgalikda o'quvchining kuchli tomonlarini rivojlantirishi mumkin. Shuningdek, bu hamkorlik va oila pedagoglar o'rtasida ishonch va muloqot o'rnatadi. Bu o'quvchining o'zini anglashga va ta'lim jarayonida faol ishtirok etishiga yordam beradi. Natijada maxsus pedagoglar va oilalar o'rtasidagi hamkorlik o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirish va ularning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Korreksion rivojlantiruvchi ishlarga. Maxsus pedagoglar korreksion rivojlantiruvchi ishlarda o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olib, ta'lim jarayonini moslashtiradilar. Ular muammolarni aniqlash va hal etish uchun strategiyalar ishlab chiqadi. Bu jarayon o'quvchilarning o'z-o'zini anglashi va rivojlanishini ta'minlaydi. Ta'limdagi ahamiyati. Maxsus pedagoglar ta'lim jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydilar. Ular o'quvchilarga muvaffaqiyatli o'qish va ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topish uchun zarur ko'nikmalarni beradilar. Mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.